Meşhur inqilabçı Siyasun Muhammed İn Buğran eslayman. 3. bölüm 1949 yılı 11. ayının 12. günü Şarkı Türkistan Xitay Komünistleri tarafından ıslah kılınğanda ailesi ve bir kısım sabdaşları bilen Hindistan'a hicret kıldı. Ve şunun bilen Muhammed İn Buğran'ın ikinci muhaciret hayatı başlandı. Bu jarayonda Xitay Komünist hökumətinin dəhşətidən vətənni və bar yox hər nərsini taşlab çıxıb ketishga məcbur bolğan minglığan Şərqi Türkistanlıq Keşmirə yığıldı. Bular üçün dərhal bir insani yardım, yəni yemək içmək və yetib qoyuqdək bir makan tepiş intayın zürül idi. G'arbiy Tibetdə yana neç yüz kishi panoh tilab chegaradan o'tish uchun to'plangan edi. Ular orqadan qo'g'lab kelayotgan Xitoy askarlari va chegarani to'sib turayotgan Hindiston chegara qismlari o'rtasida qisib qolgan bo'lib, mana bular darhol hal qilish uchun chora tepish muhojirimiz uchun hayot mamotliq bir masala edi. Muhammed İn Buğra ahvolga ko'ra ba'zida Turkiston Millatchi partiyasi boshlig'i, sobiq Turkiston umum vali muavini va ba'zida panohlik tilab chiqqan yurtdoshlarning vakili sifatida Keşmir hükümet erbapları bilen Hindistan hükümeti ve Tashqi ishlar ministrligi bilan aloqa bog'lab muzokaralar elib bordi. Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ve Türkiye Cumhuriyet hükümetiga murojaat qildi. Muhammed İn Buğraning Eysa Yusuf Olibtekin ve boshqa sabdoshlari bilan birlikda elib borgan jafoliq tirishchanliklari qisqa bir vaqt ichida natija berdi ve muhojirlar vaqtliq bo'lsa-mu Hindiston hükümetining qulaylik yaratib berishiga erishdi. Turkiya hükümetiga orqa-orqadan iltimos qilib, muhojirlarni Turkiyaga qabul qilishni talab qildi. 1952 yil ise 3. ayning 13. kuni Turkiya hükümeti Ministrlar Kabineti rasmiy qarornoma ma'qullab 1850 nafar Sharq Turkistonlik panohlik talab qilguvchilarni ko'chman sifati bilan Turkiyaga kelib yerlashni qabul qildi. Shundaqla 1949 yılı ve 1952 yılları arasında Saudiya Arabistonga berib, bu yerdagi Uyg'urlarning o'ltiraqlashish ruxsatini masalalarini hal qildi. Muhammed İn Buğra 1952 yılı Turkiyaga keldi ve 1955 yılı Türkiye Cumhuriyeti puhraligi o'tdi. Bu vaqt dunyoda sovuq munosabatda urushining toza avj olgan davri bo'lib, Turkiya G'arb dunyosiga mansub bo'lgan ve Koreya urushi qatnashgan edi. Muhammed İn Buğra bu vaziyatda Sovet ittifoqi ve Xitoy kommunistlariga birlikda qarshi turishning muhimligini tashabbus qilgan ve G'arbiy Turkistonlik, Kavkaziya, Idil Ural ve Ozarbayjonlik milliy rahbarlar bilan Türk birligi, Türk o'rtaq frontiga o'xshash tashkilotlarning qurib chiqishiga kuch chiqarib 1953 yil ise İstanbul'da Türkçe Türkistan isimli oylik jurnal çıkardı. Şundaqla Şarkı Türkistan xalqining davası ve jafoliq kurashlarını Türk xalqiga ve bütün dünya jamoatchiligiga anglatish uchun harmay talmay ishladi. 1954 yil ise 8. ayning 30. kuni muhojiratdagi Uyg'urlar Muhammed İn Buğra ve Eysa Yusuf Olibtekinning boshchiligida birinchi qatim Saudiya Arabistonning Jiddiy shahrida Hijoz qurultayini ochdi. Qurultay bir hafta davom qilgandan keyin tuandikidek qarorlar e'lon qilindi. Birinchi, qurultayga qatnashgan barliq vakillarning o'rtaq qo'llash asosida Muhammed İn Buğra bilan Eysa Yusuf Olibtekindan iborat ikki yo'lboshchini Sharqi Turkiston xalqining Xitoy kommunistlarining mustamlikaga qarshi kurash yo'lidagi to'liq huquqli lider salohiyatini birdek e'tirof qilish va o'sha liderlik salohiyati bilan Tayvandagi Gomindang hükümeti bilan suhbat o'tkazish. Bu orqali Tayvan hükümetining Sharq Turkistonning Xitoyning mustamlikasiga uchragan bir davlat ekanligini, shuning uchun vatan sirtidagi Sharq Turkistonliklarning barliq kurashlarini mustaqillik uchun elib berilgan kurash deb e'tirof qilishini o'ttirib qo'yish. Agar Tayvan hükümeti bu haqqon talabni rad qilsa, Sharq Turkistonning mustaqillik davosini Birleşken Devletler Teşkilatı'na sunuş yolu orqali Sharq Turkiston xalqining haqqon davosini xalqaralashtirish yo'li orqali
ularning qo'llashini qo'lga keltirib, millatchi Tayvan hukumatiga besim ishiltib, Sharq Turkistonning mustaqilligini e'tirof qildirish. Ikkinchi, buningdan keyin har qanday bir tashkilot yoki bir shaxs Tayvan Kuomintang hukumati bilan oshkora va maxfiy o'z nomida aloqa o'rnatmaslik va shaxsiy nomidan iqtisodiy yordam qabul qilmaslik. Uchinchi, Saud hukumatiga Hijozga Turkistonliklar qilgan yaxshiliklarga rahmat aytish va Turkiston xalqining davosini islom allariga qanot yoydirishni qo'llash yuzidan bir umak avatish. To'rtinchi, Turkiston xalqining ovozini xalqaroga anglatish uchun turkcha, inglizcha, farscha, arabcha tillarda nashr qilinadigan Turkiston ovozi nomli jurnalni chiqarish va bu jurnalning iqtisodiy chiqimini turkistonlik muhojirlardan to'plash. Muhammad ibn Bug'ra 1956 yilda Turkiston ovozi nomli jurnalning inglizchisini chiqardi. Arab va Osiyo davlatlariga berib, vatan davosini anglitdi. Hamda Ozodlik radiosi va Amerika ovozi qatorliq radiolarda turkcha, arabcha va farscha nutqlarni so'zlab, Uyg'ur xalqining ovozini dunyoga anglitdi. 1952 yildan boshlab Dunyo islom tashkilotining Sharq Turkiston vakili bo'ldi. Bu tashkilotning Makka, Bag'dod, Karachi, Tehron va Qohira qatorliq yig'inlarga qatnashdi. 1958 yilda dunyo jamoatchilikning va bo'libmi islom dunyosining qo'llashini qo'lga keltirish uchun favqulodda kuch sarf qildi. Muhammad ibn Bug'ra mayli yosh talib yoki mudraslik chog'larida bo'lsin, mayli Urumchida, Chungchingda, mayli Kashmirda, Pamir tog'larida bo'lsin, Anqarada hayotning oxirgi kunlarigacha bo'lsin, Uyg'urcha, turkcha, arabcha, farscha matbuotlarda e'lon qilgan va e'lon qilmagan 1400 misraga yaqin she'rlarda boshdan oxiri qilch ikkilanmasdan o'zining pok vijdonini, vatan millat uchun borliqni bag'ishlashdek jasur ruhini ifodalaydi. Uning Pamir tog'laridagi safar jarayonida jafoliq kechirmishlarini bayon qilgan ipik dostoni Shunqorim nomli lirik she'ri, Vatan bizningdir qatorliq she'rlari xalqning qayg'usi bilan tang qayg'urib, xalqning dardi bilan tang yig'laydigan ichki ruhiy dunyosini echib bersa, uyg'on millat, silkin, to'plan qatorliq jangovar she'rlari millatni hurlik, ozodlik va erkinlik uchun kurash qilishga chaqirdi. Muhammad ibn Bug'ra butun hayotni vatan millatning ozodligiga o'tgan haqiqiy inqilobchidir. Uning bu yo'ldagi hayoti jafo mushaqqatlik, tillarda doston bo'ldigan, quroli va qalam bilan ilib borgan kaskin kurashlar bilan to'lgan bo'lib, keng avlodlar iftixorlik bilan faxrlanib eslaydigan haqiqiy bir inqilobchiga xos edi. U shaxsiy hayotida oddiy sodda yashadi, irodasidan yonmadi. Hayotni vatan millatning ozodlik yo'liga bag'ishlagan edi. Bu inqilobchining yuragi 1965 yilda 6 ayning 14 kuni Anqaradagi uyda so'qishdan to'xtadi. Muhammad ibn Bug'raning vafoti Sharq Turkiston mustaqillik davosidagi cho'ng bir yo'qotish bo'ldi. Marhumning jinosiga Turkiya Cumhuriyetining qizil bayrog'i bilan Sharq Turkistonning ko'k bayrog'i yopiq qilinib, rasmiy davlat murosimi bilan Anqaradagi askariy mozorlikqa dafn qilindi. Bu yozmani tayyorlashda Muhammad ibn Bug'ra hazratim o'zi yozgan kitoblardan tayyorlangan bo'lg'achqa, shu davrning sharoiti bo'yicha kitobdagi Turkiston degan ismni menmu muallifning fikriga hurmat qilib aynan qo'llandim. Manba: Sharq Turkiston tarixi, Muhammad ibn Bug'ra asarlari, 100 mashhur shaxs, Tor dunyosi.